Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşçülerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynamsızlık kıtanlar ekranımız olsun. Xitay Beyjingni qo'g'dash uchun boshqa shaharni qasddan suvga g'arq qilgan. Xitay rejimi Beyjing shaharini qo'g'dash uchun kalkunni sun'iy usulda boshqa shaharga boshlab suvga g'arq qilganligi sababli ayblanmoqda. Avstraliya davri gazetining 8 avgust xabar qilishicha, Xitay rejimi Beyjing shahri va Xiong'an yangi rayonni kalkundan qo'g'dab qilish uchun Beyjingga tutishadigan Jojo shahri va atrofidagi rayonlarni qalqon sifatida qo'llanib, kalkunni sun'iy usulda u yerlarga boshlagan. Bildirilishicha, Xitoy rejimining poytaxt Beyjing atrofidagi shahar rayonlarini qo'g'dash uchun kalkun rayoni echish qarori Xitoy aholilarini qattiq qiyinchilikqa duchor qilgan, ziroatlari zo'r ziyonga uchragan. Kalkundan keyingi asliga keltirishga ishlatiladigan mablag'ning yerlik amaldorlar tomonidan qalaymaqon ishlatilganligi sababli aholilarning Xitoy rejimiga qarshi noroziligi kuchaygan. Bildirilishicha, kalkun yana klimat o'zgarishini keltirib chiqargan bo'lib, uzun muddatlik dehqonchilik ishlariga bo'lgan tahdidi alohida gavdalangan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, suv inshooti mutaxassislari Xitoy rejimining Beyjingni qo'g'dash uchun daryo qinini taraytib, Jojo shaharini Beyjingning qalqini holatiga akelgan. Yana kelib, Jojo shaharini yetarli darajada kalkundan saqlanish aslahalari va tadbirlari bilan ta'minlamagan. Mutaxassislarning aytishicha, tabiiy jo'grafiyalik alohidligidan qaraganda Beyjingdagi kalkun suvi Jojo shahariga eqib bormaydi ekan. Ammo planlab barpo qilingan suv inshooti qurilishlari sun'iy usulda Beyjingdagi ofatni Jojo shahariga boshlab borgan. Navbatda Jojo shahri Xitoydagi eng og'ir ofat rayoniga aylangan bo'lib, shahardagi Xitoylarning 6dan biri tarqoqlashtirilgan. Xitoy meteorologiya idorasi oldingi haftalardan beri davomlashayotgan Beyjingdagi qattiq yomg'irning 140 yildan buyongi eng og'ir yomg'ir ofati ekanligini e'lon qilgan edi. Kalkun ofati Xitoyning boshqa o'lkalarida yuz bergan bo'lib, bir hafta ichida 130 millionga yaqin Xitoy tayfun bo'ronining ta'siriga uchragan va Xibey o'lkasida 974 ming Xitoy tarqoqlashtirilgan edi. Garchi Xitoy rejimi ofat ahvoli va o'lgan, yaralangan Xitoylarning sonini xalqaro jamiyatdan yoshirayotgan bo'lsa-mu, tarqalayotgan ko'rinishlar ahvolning natijasi og'ir ekanligini ko'rsatmoqda. Hindiston harbiy aslahalarda Xitoyning zapchastlarini ishlatishni chekladi. Hindiston hukumati uchquchisiz harbiy aeroplan ishlab chiqaruvchi shirkatlarining Xitoyda ishlangan zapchastlarini ishlatishini chekladi. Reuters agentligining 7 avgust xabar qilishicha, Hindiston doiralari bexatarlik andishasi sababli yaqinqi bir necha oy ichida davlat ichidagi uchquchisiz harbiy aeroplan ishlab chiqaruvchi shirkatlarining Xitoyda ishlangan zapchastlarini ishlatishini cheklagan. Xabarda ko'rsatilishicha, yuqorida tilga ilingan tadbirlar Hindiston bilan Xitoy munosabati jiddiy bo'layotgan bir paytda o'tirg'i qo'yilgan. Shuning bilan birga Hindiston harbiy zamonaviylashtirishni yo'l qo'yayotgan bo'lib, texnik ko'p 4 pirqirma qanotli uchquchisiz aeroplan ishlab chiqarishni planlagan. Bildirilishicha, yangidan jonlanayotgan Hindiston sanoati armiyaning ehtiyojini qondirishga tirishayotgan bir paytda Hindiston bexatarlik doiralari Xitoyda yasalgan uchquchisiz aeroplanning aloqa iqtidori, kamera, radio tarqatish va mashg'ulot yumshoq detal qatorliqlarning buzg'unchilikqa uchrashidan va Hindistonning istixborot uchuri to'plashiga ta'sir ko'rsatishidan andisha qilgan. Shunlashqa Hindiston harbiy taraf bu yil 2-3 oylarda o'tkazilgan uchquchisiz aeroplan xaridor chaqirish yig'inida xaridor chaqiruvchilarga bexatarlik sababidan Hindiston bilan quruqliq chegarasi bor davlatlarning uskunlari yoki zapchastlarining qabul qilinmaydiganligini uqtirgan. Mutaxassislarning qarashicha, Hindistonning Xitoy zapchastlarini cheklash tadbiri Hindistondagi ishlab chiqaruvchi shirkatlarni boshqa joylardan zapchas sotib olishga majburlashi, bu sababli Hindistondagi uchquchisiz harbiy aeroplan yasash tannarxi eshib ketishi mumkin ekan. Hindiston davlat mudofaa ministrligi taratqularning bu vaqtdagi savollariga texi javob qaytarmagan. Amerika Tayvan savdo kelishimi qonunlashdi. Amerika prezidenti Joe Biden Tayvan bilan bo'lgan savdo kelishimini imzolab qonunlashtirdi. Oqsaroy e'lon qilgan bayonotda bildirilishicha, prezident Biden 21-asr savdo sohasida Amerika Tayvan tashabbusi suhbatiga asosan tunji savdo qonun loyihasini imzolagan.
Bayden bu haqda e'lon qilgan yozma bayonotida bu qonun loyihasining Amerika bilan asosiy qonun jihatdan bir qator andishalarga sabab bo'lgan bir qism qo'shimcha savdo kelishimlarini kengashish talablarini o'z ichiga oladiganligini qayd qilgan. Amerika bilan Tayvan o'rtasidagi 21-asr savdo sohasida Amerika Tayvan tashabbusi suhbatida tamojna ishlarini boshqarish va savdoni qo'laylashtirish, qattiq nazorat qilib boshqarish tuzumi, chiriklikka qarshi kurash, kichik va o'rta tipdagi korxonalar qatorliq masalalarda kelishim hosil qilingan edi. Bu kelishim orqali Amerika korxonalariga Tayvan va tayvanlik xaridorlarni texnik ko'p mahsulot bilan ta'minlash fursati yaratib berilganligi, bo'libmi kichik va o'rta tipdagi korxonalarga har ikki davlatning bozorlarida mablag' selish va iqtisodiy fursat yaratib beradiganligi qayd qilingan edi. Tashkilotlar birligi hay'ati Yaponiya ziyoratini oxirlashtirib, Malayziya ziyoratini boshladi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi hay'ati Yaponiyada Sharq Turkiston davosini kun tartibga keltirish uchun boshlagan bir haftalik ziyoratini oxirlashtirib, Malayziya ziyoratini boshladi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon, birlikning Yevropa tashqi ishlar mas'uli Nijat Turg'un va birlik bosh kotibi Abdurashid Aminhojidan tashkillangan hay'at Yaponiya ziyoratining oxirgi kuni 8-avgust Yaponiya Keio Universiteti siyosiy ishlarni boshqarish fakultetining professori Tomoyuki Furutani va Shonan Fujisawa Kompost tadqiqot o'rni va uchquchisiz aeroplan birlashma ishlab chiqarish jamiyatining raisi Dr. Shingo Masunaga apandini ziyorat qildi. Ziyorat jarayonida Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati va Sharq Turkiston davosiga munosabatlik ko'p taraflimlik masalalarni muzokara qildi. Hay'at ziyorat oxirida Sharq Turkiston bayrog'i tushirilgan xotira buyum taqdim qildi. Hay'at 8-avgust Yaponiyadagi bir haftalik ziyoratini muvaffaqiyatli oxirlashtirib, 9-avgustdan boshlab Malayziya ziyoratini boshladi va faoliyatini Malayziya Islom bilimlari universitetini ziyorat qilishdan boshladi. Bu jarayonda universitetning muavin mudiri professor Mahsan Abdulmutallib, Xalqaro o'quvchilar fakultet mudiri Dr. Favziya Hasan va Malayziya yer shari ma'arif ta'lim-tarbiya organ mas'ullari bilan Uyg'ur o'quvchilarining Malayziyada o'xshamagan kasblarda to'liq kurs, oliy ma'arif bo'yicha o'qish va tarbiyalanish fursati haqidagi temalarni muzokara qildi. Qirg'iziston bilan Tojikiston chegara masalasida qisman kelishdi. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi chegaraning 503 kilometrlik talash-tortishlik bo'lagining 101.9 kilometr to'g'risida kelishim hosil qilindi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Qirg'iziston hukumati axborot markazi bayonot e'lon qilib, mush yilning 5-dan tortib echilgan yig'inlar va navbatda Tojikiston poytaxti Dushanbeda davomlashayotgan suhbatlar natijasida Qirg'iziston-Tojikiston chegarasining 101.9 kilometrlik qismining bekitilganligini uqtirdi. Qirg'iziston dadalashliq chegara rayonida 2021 yili 28 apreldan 30 aprelgacha yuz bergan to'qinish sababidan 2021 yili 5-oyning 21 kunidan boshlab chegara masalasi hal bo'lguncha Tojikiston bilan bo'lgan tamojna eg'izlarini taqib etgan edi. Ikki davlat o'rtasidagi eng oxirgi to'qinish 9-oyning 14 kuni portlagan, har ikki tarafdan necha 10 odam hayotidan ayrilgan edi. Türkiye bilan Yevropa İttifaqı savdo hamkorligining yangi yo'l xaritasida birlikka keldi. Turkiya savdo ministri Ömer Bolat Yevropa savdo komitetining muavin raisi Valdis Dombrovskis bilan Turkiya Yevropa İttifaqı savdo munosabatini taraqqiy qildirish va cho'nqurlashtirish to'g'risida yig'in o'tkazdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida qayd qilinishicha, Ömer Bolat tunugun Valdis Dombrovskis bilan to'rda ko'rishgan bo'lib, yig'inda Turkiya bilan Yevropa İttifoqining savdo munosabatlarini taraqqiy qildirish va cho'nqurlashtirishdagi hamkorlik fursati muzokara qilingan. Savdo ministrligining yozma bayonotida Yevropa İttifoqi bilan Turkiya o'rtasidagi savdo miqdorining 2022-yili 200 milliard dollarga yetganligidan mamnunligimizni tilga oldik va savdo munosabatimizni ilgari surishning muhimligini ta'kidladik deyilgan. Bayonotda yana taraflar tamojna ittifoqini yangilash suhbati boshlanishidan ilgari Turkiya bilan Yevropa ittifoqining savdo suhbatini kuchaytirish uchun yangi yo'l xaritasida birlikka keldi degan iboralar qayd qilingan. Erdo'g'an musulmon ulamolar hay'atini qabul qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an musulmon ulamolar vakillari o'mikini qabul qildi.
Türkiye Avaz Radyosu xabarida bildirilishicha, tunugun poytaxt Anqaradagi prezidentlik sarayida ishga oshirilgan qabul qilish murosimiga Musulmon ulamolar birligining bosh kotibi Ali Muhiddin Al-Qaradag'i va uning hamrohligidagi vakillar o'miki, Turkiya diniy ishlar idorasining boshlig'i Ali Arbash, Islom tadqiqot institutining raisi professor doktor Mahmad Ko'rmaz qatorliqlar qatnashdi. Uchrashuvda islom dunyosidagi har xil masalalar atrofliq muzokara qilingan bo'lib, Erdo'g'an ulamolarning fikr takliflariga astoydil quloq solgan. 6-navbatlik Hurra Lo'nqisi futbol musobaqasi rasmiy boshlandi. 6-navbatlik Hurra Lo'nqisini talashish futbol musobaqasi 8-avgust Istanbulda rasmiy boshlandi. Mazkur musobaqani Sharq Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyati tashkillagan bo'lib, Istanbulning Kichikchekmaja Safaköy rayoniga joylashgan Nihat Yujaur futbol maydonida o'tkazildi. Musobaqa boshlanish marosimida oldi bilan 6-navbatlik Hurra Lo'nqisi futbol musobaqasiga qatnashadigan 12 komanda tartib bilan maydonga kirdi. Orqadan Sharq Turkiston bilan Turkiyaning davlat marshi o'qildi. Murosimda Sharq Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyatining raisi Imom Hasan O'zturk, Sharq Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining muavin raisi va Hira ta'lim tarbiya jamiyati raisi Luqmanjon Hira, jamoat arbobi Abduqodir Yapchan qatorliqlar echilish so'zi qildi. Echilish murosimidan keyin 4 maydon musobaqa o'ynalgan bo'lib, Onyurt komandasi bilan yangi qurilgan Burkut komandasi musobaqaga tushdi. Oxirgi natijada ikki komanda birga qarshi bir natija bilan tanglashib qoldi. Ikkinchi maydon musobaqani Taklimakon komandasi bilan Sayram komandasi o'ynadi. Natijada Taklimakon komandasi birga qarshi 7 natija bilan Sayram komandasini yengdi. Uchinchi maydon musobaqani O'qu Uyg'ur komandasi bilan yangi qurilgan Palvon komandasi o'ynadi. Natijada Palvon komandasi 3 ga qarshi 4 natija bilan O'qu Uyg'ur komandasini yengdi. 4-maydon musobaqani Aynak komandasi bilan Udun komandasi o'ynadi. Natijada Aynak komandasi 1 ga qarshi 4 natija bilan Udun komandasini yengdi. 6-navbatlik Hurra Lo'nqisi futbol musobaqasi taxminan 2 hafta davomlashadi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.